Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz ishdan ozgina bir kun vaqt dam olishga chiqib, Qirg'iziston Bishkek shahrini sayohat qilib, chiroyli go'shalarni ko'rishga chiqdik. O'sha chiroyli joylardan eng go'zal manzaralardan bittasi bu orqamizda turgan o'sha Qirg'izistondagi chiroyli masjidlardan biriga keldik do'stlar. Videoni ko'rishda davom etinglar. Biz qo'ldan kelganicha hozir borib ma'lumotlarni bilamiz. Ichkariga qo'yishadimi yo'qmi? Batafsil sizlarga bu ushbu masjidimizni qancha odam sig'ishi, nechinchi yillarda tashkil topganlarini batafsil sizlarga ortib beramiz. Videoga bir dona like bosib qo'ysizlar mehnatimizga. Biz xursand bo'lardik. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Ushbu joyga ma'lumotlarni yozib qo'yishgan. Turkiyaning o'sha Diyanet degan fondi bilan birgalikda ushbu masjidimiz barpo etilgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. 2010-yillarda. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ma'lumotlari yozilgan. Ushbu masjidimiz o'sha Turkiyani Diyanet degan fondi bilan birgalikda mana shu masjidimiz tashkil topgan. Bizlarning ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Do'stlar bilan birgalikda yana bir do'stimiz bu yoqqa o'tib ketishdi. Sherzodbek do'stimiz bugun ishdan chiqib ozgina shu Qirg'iziston Bishkekni aylanish maqsadida ushbu chiroyli joyimizga kelishga qaror qildik. Albatta bu aziz joy, hammani o'ziga tortadigan joy. Sherzodbek do'stim, ozgina endi taassurotlaringizni bir obunachilarga bo'lishib o'tsangiz. Do'stim, qanday ekan bu masjid? Nechinchi yillarda qurilgan? Bir batafsil siz ham bilgan ma'lumotlaringizni aytib boring. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Biz do'stlar bilan aynalishga keldik. Mana masjidga ulug' joyga aynalib yurimiz. Mana qarang, go'zal, chiroyli narsa, chiroyli joylar. Bizga menga juda yoqdi. Bular endi 2017-yil bitgan ekan. 2010-yilda boshlab 2017-yilda bitgan. Turkiyani o'sha qaysi nima deyilgan fondi bilan Turkiyani Diyanet fondi bilan birgalikda ushbu masjidimiz tikka qurilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Do'stlar, kuzatishda davom etasizlar. Biz yana dalshi videolarimizni, sayohatimizni davom ettiramiz. Kuzatishda davom etinglar. Biz yana Qirg'iziston Bishkek yana chiroyli joylarni sizlarga yoritib boramiz. Albatta kuzatib boringlar. Mana do'stlar, ko'rishlaringda yana masjidimizning qonun qoidalari albatta bu hammamizga birdek taalluqli bo'lishlari shart. Mana ko'rsatib belgilab qo'yilgan. Albatta uzun kiyilish kerak, tizadan tushib turish kerak. Albatta buni hammamiz bilamiz. Bilmaganlar mana boshida kiraverishlaringda o'zi yozib qo'yilgan. Qonun qoidalariga rioya qilsalaring. Chunki bu aziz joy, Allohning uyi deyiladi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa mehnatimizga bir dona like bosib qo'ysizlar. Biz yana videolarimizni davom etamiz. Sizlarga chiroyli joylarni ko'rsatishda bizni kuzatib boringlar.